Agar nojo'ya gapirmasam kechirasiz. Yo'q. Shunday yo'q, hoji emasman, xudo xohlasa. Bo'lmasa hajga yuboramiz. Bitta narsa. Eshitinglar. Shu odamga ishonasizlarmi? Mana shu odam o'sha boygi yaylovlar bo'yicha nazorat kengashining raisi bo'ladi. Endi mana shu paxta talabini muhtaram prezidentga yetkazasiz. Albatta yetkazamiz. Biz prezidentni kerak bo'lsa men patinkasini yalayman. Kerak bo'lsa. Rahmat. Sababi bunaqa prezident O'zbekistonga bir xudo berdi. Xudoni o'zi berdi bizga. Xudodan prezident. Bir xudo nazar qilib biz faxr qilamiz prezidentimiz bilan. Ishonamiz. Prezidentimizga ishonamiz. Xuddi prezidentga ishongan sizga ishonamiz. Rahmat. G'aniyev kelsin edi. Ber. Kushkirakini. Loyiq eshitamiz. Assalomu alaykum. Vazir, xush kelibsiz. Hurmat qilinglar o'zinglarni hamyurtni. Albatta. Rahmat shu prezidentimizga shuncha sizlarni yuborib bizni Sux aholisini xabar olib kel, shu masalalarni yechib ber deb yuboribdi. Ming rahmat sizlarga. Birinchi hurmatli vazir, bizda birinchi muammo bu chegara muammosi. Hozir aytib o'tishdi. Biz chegaramiz qayerdaligini bilmaymiz. Yosh bolalarimiz o'tadi chegaradan, qirg'izlar ushab ularni har xil tajovuz qilgan joylari ham bor. Kichkina bolalarni qamoqqa borib 20 ming dollar, 50 ming dollargacha pul berib zo'rg'a ayollarni qutqarib kelgan joylari bor. Bu informatsiyalar mumkin sizga bormagan. Ikkinchi masala bizga Sux rayoniga koridor. Mo'ljalaganlar. Juda katta loyihalar. Mana Xudo xolasa mana Qirg'izistonlik do'stlarimiz, birodarlarimiz bilan katta suv bo'yicha agar meni eshitmaydigan bo'lsanglar men ketaman. Eshitinglar. Hozir mana men O'zbekiston Respublikasining prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev topshiriqlari bo'yicha mana boshqa mutasaddi rahbarlar bilan, huquq-tartibot idoralarining rahbarlari bilan keldik. Albatta, muammolar talagini biza mana o'tgan yili shu masalani qo'ygandik. Rishton bilan So'x orasidagi yo'lni ochishi. Eshitinglar yigitlar. 2 kun ishladi, to'g'rimi? Keyin yopildi. Eshitinglar. Mana hozir men gaplashganda Qirg'iziston delegatsiyasining rahbari o'shandagi bo'lgan holat uchun uzr so'radi. Ya'ni bu ular yopishga majbur bo'lgani, ular Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lgani uchun ularning talabi natijasida buni yopdi 2 kundan keyin. Endi hozir mana xabaringlar bor. O'zbekiston ham Yevrosiyo ittifoqi mamlakatiga kuzatuvchi bo'lib a'zo bo'lyapti. Kuzatuvchi sifatida, kuzatuvchi degani hamma huquqi bo'ladi. Bu degani mana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Bu o'sha Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi? Buni hozir u boradi, davlat rahbariga taklif qiladi. Men ham o'zimni rahbarim bor. Men ham prezidentga borib taklif qilaman hamma bo'lgan gaplarni. Ma'lumot beraman. Hozir
sizlar bilan mana gaplashib bo'lgandan keyin sizlarning hamma talablaringlar, takliflaringlarni hammasini biz inobatga olib, mujassam qilib muhtaram prezidentimiz oldilariga taklif bilan chiqamiz. Shuning uchun shu haftani o'zida muhtaram prezidentimiz Farg'onaga keladilar. Sizlarning oldinglarga bu ijtimoiy, iqtisodiy masalalar bo'yicha mani o'rinbosarlarim bor, bosh vazir o'rinbosarlari. Birinchi navbatda men ko'rdim, mana bu taraflarda yo'llarni masalasi yaxshi emas ekan. Yo'lni masalasini mamlakat qilib qilamiz. Muhtaram prezidentimiz quyidagi topshiriqni berdilar menga. Ya'ni shu joydan brigadalar tuzamiz. Ya'ni ko'plab bu yerda mehnat muhojiratiga bora olmagan, qolib ketgan yigitlarimiz, yoshlarimiz bor. To'g'rimi? Shulardan brigadalar tuzib, ularga biz oylik to'lab, ularga biz qurilish materiallarini beramizda, o'zinglarni ko'chalaringlarni o'zinglar qo'yasizlar. Talab bitta. Sifatli bo'lishi kerak. O'zinglar uchun quryapsizlar nima deganda. Qabul qilinadimi yo'qmi? Ikkinchisi juda katta qo'yilgan talab, menga sizlarning talablaringlarni hurmatli hokimimiz Shuhrat Madaviyevich aytdilar. Ya'ni yaylovlardan, Qirg'iziston hududidagi yaylovlardan foydalanish. Masala bormi yo'qmi? Bu masalani ham qo'ydik. Qirg'iziston tarafi bu masalani qisqa muddatda xalqqa berishi bo'yicha va'da berdi. Bu bo'yicha hali yana biz qo'ng'iroqlashamiz, ishlaymiz, gaplashamiz, buni hal qilamiz. Keyingi masala, kimdir agar mana shu yerda turganlar agar o'ylasaki, biza o'zimizchalik o'sha boyiga Chashmani kimgadir beryapti deb o'ylagan bo'lsa, bu noto'g'ri fikr bu. U Chashma har qanday buloq, har qanday yer ostidan chiqqan ma'dan bu yaratganni bergan bandasiga ne'mati. To'g'rimi? Shundoq bo'ladigan bo'lgandan keyin uni faqat